Leksiyimizi davamlaştırımız hürmetlik vatandaş. Bugünkü ıslaq 2021 yıl 4. ayının 30. günü. Endiki mavzumunda Kırgızistan bilen Tacikistan çegara kısımları oturusu kurallık dokunuş üzbedi. Vaziyet kontrollıqtı yuqatdı. Mavzulu xabar 4. ayının 29. günü Dovit orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq başlandı. Rossiya agentligi 4. ayının 29. günü xabar berib mundaq ko'rsatdi. Kırgızistan chegara qismlari axborot e'lon qilib mundaq deydi. Kırgızistan ve Tacikistan chegarasida ikki davlat qurolli qismlari o'rtasida etishish yuz berdi. Kırgızistan chegara idorasi axborotida mundaq ko'rsatdi. İki devletlerin qurolli qismlari bir-biriga o't ochdi. Tacikistan taraf minomyot bazasi qurdi. Rossiya agentligi mundaq ko'rsatdi. Kırgızistan taraf Tacikistan tarafni chegarada minomyot ishlatdi deb aybladi. Tacikistan taraf bo'lsa Kırgızistan armiyasi qo'shni davlat chegara qismlariga o't ochdi dedi. Xabarda Kırgızistan Batken rayonunun mas'uli Marafxon Talev mundaq ko'rsatdi. Kırgızistan bilan Tacikistan chegarasida vaziyat kontrollikdan chiqib ketdi. Navbatda etishish davomlashyapti. Yangidan yordam bo'lganlar bor. Naq maydonda doktorlar jiddiy qutqizish elib bordi va yordamlarni doktorxonaga yo'lladi. Kırgızistan ciddi işler bölümü mundaq ko'rsatdi. İki davlat chegara to'qinishida 15 nafar askari yordam bo'ldi. Xabarlarga asoslanganda bu qatam ikki taraf o'rtasida to'qinish paydo qilgan sabablar Tacikistan tarafdan munosabatli xodimlar 28 kuni ikki davlat chegarasidagi stol bilaga kuzatish kamerasi o'rnatgan. Kırgızistan chegara qismlari bunun qarshi turgan va kamera o'rin to'q tutishini talab qildi. Arqadilla chegara bo'ylab o'ltiraqlashgan ikki davlat fuqarolari mushtlashish, quchoqlashmajan qilib tirkashdi. Kırgızistan taraf 3 nafar fuqaro yaralandi deb xabar qildi. Yana bir xabar. O'zbekiston taraf bundaq ko'rsatdi. Xi Jinping'nin Özbekistan'ı ziyaret qilishini Beijing taraf bilan so'zlashyapmiz. Lekin Jungo taraf bu xabarni texmi dalilladi. Texmi dalillamadi. Kechiringlar. Lekin Jungo taraf bu xabarni texi dalillamadi. Mavzuli xabar 9. ayning 30. kuni Dovit orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Jungo'ning raisi Xi Jinping O'zbekistonni ziyorat qildi. Özbekistan taraf bundaq ko'rsatdi. İki davlat boshliqlari Xi Jinping'ning Toshkentni ziyorat qilish tayyorlik xizmatini so'zlashyaptilar. Lekin Jungo taraf tarqatgan xabarda bu ishni oshkorlamadi. Jungo Tashqi ishlar ministrligi torbiti 4. ayning 29. kuni rais Xi Jinping bilan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning telefonda so'zlashganligini xabar qildi. Qısqası, endi men hüküm qilay vatandaşım, vaziyet hazır Uygurlarga münasibetlik. Shundaq deymiz. Çünkü bu işler O'rta Osiyoda bo'lyapti. Uyg'uristonning qo'shnisi Afg'onistonda 101 da, oldimizda 101 degan ishlar so'zlanyapti. Bugun keliksiyada shuni so'zladi. Shuning uchun biz aytamizki, Uyg'urning taqdiri Uyg'urning beshirida oylanigan palakning chaqida zor özgürüş yoki zor oylanish yuz berishi mumkin vatandaşım. Bu ihtimalli. Çünkü biz so'zlayotgan so'zlarning hammasi Afg'onistonda 101 deganlar bo'lsa, buning O'rta Osiyoda yuqorqidek orlishliganlar bo'lsa va yoki Afg'onistondagi ish O'rta Osiyoga shunday ta'sir ko'rsatadigan bo'lsa, bundan Uyg'uriston qochib qutulolmaydi. Shunga Uyg'urlarning beshida aylanayotgan palakning chaqi hozir ihtimal 180 gradus sürat bilan aylanib o'zgarishi mumkin deyishga bo'lamdi vatandoshim.
Endi bu yerda siz diqqat qilasiz, araliqda so'zildi, Afg'oniston vaziyati muqimligiga Amerika Qo'shma Shtatlari davomli diqqat qildi dedi. Endi bu siyosat. Bundan keyin qanday diqqat qildi uni ko'ramiz. Endi Afg'oniston to'g'risi yana Amerika Qo'shma Shtatlari bundan keyin qanday siyosat belgilaydi? Ya'ni uning diqqat qilamiz. Biroq shu narsa esingizda bo'lsinki, ish O'rta Osiyoda mushu tariqada davomlashadigan va taraqqiy qiladigan bo'lsa, Uyg'uristonga qanday ta'sir ko'rsatdi?